Turkiya mana shu holatni qolishdan ko'proq manfaatdor, ya'ni kuchli Turkiya va obro'siz tushgan Eron bo'lishdan. Boshqa bir ishtirokchi bor, bu Pokiston Islom Respublikasi Eron bilan yaqin ittifoqdosh davlat hisoblanadi, chunki Kashmir masalasida aynan Eron Pokistonni qo'llab-quvvatlaydi. Va bugungi kunda Pokiston juda ham katta bir ishonch bildiryapti Eron tomoniga. Mana o'tgan yil o'tgan Kashmir inqirozida ham Eron aralashdi masalaga. Abbos Araqchi ham Islomobodga bordi, ham Dehliga bordi, o'rtada bir mediator vazifasini bajarib berdi. Boshqa tomondan Pokiston bilan Eronni o'zi ham bir iqtisodiy jihatdan raqobatchi hisoblanadi, ya'ni o'sha dunyoga mashhur Pokistonning Gwadar porti, ya'ni CPEC bilan ulangan, keyin mana kelajakda Trans-Afg'on koridori bilan ulanib ketishi mumkin. Va Eronning o'sha mashhur Chobahor porti ikkalasi bir-biridan 80 kilometr narida. 80 kilometr narida bir-biridan joylashgan, lekin bu ikkita katta iqtisodiy koridorga yo'l ochyapti. Bittasi o'sha Trans-Afg'on koridori CPEC bo'layotgan bo'lsa, ikkinchisi Hindiston qurayotgan o'sha shimol-janub koridoriga. Ya'ni iqtisodiy jihatdan ikkalasi bir-biriga konkurent ham hisoblanadi. Shunday vaziyatda Pokistonni bir tanlovga, bir to'xtovga kelishi bir qiyinlashadi. Yoki Hindistonni olayotgan bo'lsak, Hindiston mana shu Chobahor portini qurayapti Eron bilan birgalikda va uni hatto xalqaro sanksiyalardan ozod ham qilib oldi. Ya'ni Eron sanksiya ostida, faqat o'sha Chobahor port u sanksiyadan yiroq. Lekin Hindiston yordamga keladimi, ya'ni yordam beradimi deb qarayotgan bo'lsak, katta ehtimol bilan Hindiston bugungi kunda o'zini so'zini aytyapti va ko'proq shu g'arb tomon og'ayapti. Shu oxirgi mana shu 12 kunlik mojaroda ham barcha Shanxay hamkorlik tashkilotlari, mamlakatlari Eronni qo'llab-quvvatlagan bo'lsa ham Hindiston qo'llab-quvvatlamadi. Ya'ni Hindiston o'zini ko'proq shu Isroil tomondaligini ochiqchasiga aytdi va Eron bilan biroz uzoqlashdi va u qurayotgan mana shu shimol-janub koridori ham bugungi kunda obro'si xalqaro maydonda tushgan. Ya'ni Hindiston ham katta ehtimol bilan yordam kelmaydi. Endi yirik o'yinchilar bor, bular Xitoy Xalq Respublikasi hamda Rossiya Federatsiyasi. Ular ikkalasi ham Eronda mana shu holat qolishdan manfaatdor davlat, ammo biron bir katta bir urush boshlanayotgan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri urushga qo'shiladi deb o'ylamayman. Balki pinxona bir qanaqadir bir yordam berib turishi mumkin, chunki ikkalasi ham bu yerda shu Amerika Qo'shma Shtatlari kuchayib ketishidan manfaatdor emas va ularga shu neft yetkazib berayotgan, xususan Xitoy Xalq Respublikasiga Eron kerak. Ammo to'g'ridan to'g'ri bu yirik mamlakatlar Eron uchun Qo'shma Shtatlar bilan bir qarama-qarshilikka boradi deb o'ylamayman. To'liq videoni Kunuzning YouTube'dagi sahifasida tomosha qilishingiz mumkin.